Ismoil Somoniy 9-asrdagi kuchli davlatlardan birining asoschisi. 900-yilda u Balxda Safforiylar ustidan g'alaba qozondi. Ushbu jang uning obro'sini butun mintaqa bo'ylab ko'tardi. U odil va dono podshoh bo'lgan. Uning davrida Somoniylar davlati mustaqil bo'ldi va Xurosondan Fors o'lkalarigacha egalladi. Masjidlar va karvonsaroylar qurib, islomni qo'llab-quvvatlagan. Hunarmandchilik va savdoga yaxshi e'tibor qaratgan va bu orqali davlat iqtisodini rivojlantirgan. Buxoroda 9-asr arxitekturalarining biri bo'lmish Ismoil Somoniyning maqbarasi saqlanib qolgan. U asrlar davomida eslanadigan imperiyani qurgan va Fors hamda tojik madaniyatining poydevorini qo'ygan. İlk musulmon turk davlati kitobi orqali Ismoil Somoniy va Somoniylar davlati haqida batafsil va ishonchli ma'lumot olishingiz mumkin. Nafaqat tarixga qiziquvchilar, balki barcha uchun tushunarli va qiziq kitob.